Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida markazindamiz. 6-dakada 6-mikrorayonda baytamiz. 5 qavatli domimizning 4-qavatida 2 xona xonalarimiz alohida bo'ladi. Parkning yonida urologiya, bu yon tarafimiz mehribonlik elasi bo'ladi, yo'lning ustida. Saychan qismi bilan danışaveramiz. Kiraverish prixojimiz bo'ladi. Yurtdoshlar barcha jihozlari bilan bir xonadonga ketadigan. Chap qo'limizda zal, bu yonda balkon, kuxnya, sanuzellari. Yan tarafımızda spalni. Prixojniy mebelimiz qo'yilgan, eshiklarimiz, oynalarimiz almashgan, oynalarimiz rishotga. Konditsioner o'rnatilgan yurtdoshlar. Mebellarimiz bor. Gilamda döşelingan, katyonla ega registrlarimiz qo'yilgan. Yine prixojda tepalarda polkalar qilingan. Bu yanımız hojatxonasi. Alohida ekan. Eshiklar ham plastik. Bu yanımız zal yurtdoshlar. LG televizor o'rnatilgan, perdelerimiz qistilgan, Wi-Fi'lar taqilgan. Bu yan tarafımızda 2 metre 6 metrelik balkon. Tochkamiz zo'r yerda joylashgan. Bu yanımız vannaxonasi. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Olib ijaraga qo'yib qo'yaman desangizlar ham tochkani dim ajoyib yerinde jon deb o'tiradilar. Bu yerimiz choy ichadigan mesta qilib qo'yibdilar. Mehkalarni qo'yib, ish xolodilnik ketadi ekan. Bu yon tarafimiz 2 metre 6 metrlik veranda. Bu yerni tapchan qilib, pasida banka sanka qo'yadigan mesta qilib qo'yibdilar. Yurtdoshlar, yine burada chiqqandan mehribonlik elasi. Bu yon tarafimizda pasport stol 02, bu yon tarafimizda urologiya, bu yonimiz sal yursak Dekan bozor. Oynalarimiz rishotga qilib qo'yibdilar. Bahasına keladigan bo'lsak, yurtdoshlar 370 million so'm ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, ishlaringiz omad.